Odatda inson tanasining normal harorati necha gradusdan iborat bo'ladi? 36,5. 36 6. To'g'ri, to'g'ri. Bu bolaga qo'yasiz. Qahvadagi insonni tetik qiluvchi moddaning nomi nima? Kofein, to'g'ri. Inson miyasining o'rtacha og'irligi necha kilogrammni tashkil qiladi? 2 kilogramm. Shunday. Shu oralig'ida. Dunyoga mashhur Kolizey qayerda joylashgan? Italiyada. Italiya. Rimda. To'g'ri. Qo'ymang. Inson tanasidagi qaysi organ zaharli moddalarni tozalaydi? Jigar. Jigar, to'g'ri. Bu bolaga qo'yasiz. Avstraliyaning poytaxti? Avstraliya, Sidney, Canberra. Canberra, to'g'ri. Bu bolaga qo'yasiz. Yaponiyada qaysi valyuta ishlatiladi? Yen. Yen, to'g'ri. Qaysi davlat dunyoda eng ko'p oltin zaxirasiga ega? Afrika. Amerika. Amerika Qo'shma Shtatlari, to'g'ri. Dunyo bo'yicha eng ko'p uchraydigan ko'z rangi? Qora. Jigarrang. Jigarrang, to'g'ri. Bu bolaga qo'yasiz.